Xayrlı irtə, hörmətli tamaşaçılar, tapşırığa kilgan birinci qutlov xатын o'qib ketik. 26 dekabr günü bizning eng qadrli kishimiz, G'azizaniyimiz, yoratgan abakayimiz Fariha Yahyevna Ramazanova o'zining 75 yoshlik yubileyli tug'an kunini qarshilay. Şuşu ko'rkam g'umr bayrami bilan shin ko'ngildan ona o'g'li Ruslan, kelini Elmira, oniqlari Regina, turmush iptashi Radik, oniqchasi Emil ham Bulat qutlab, жылы tilaklarini yetkiralar. 1948 yılning qorli bo'ronli dekabr oyida Murtazinlar oilasining 4 qiz bolalari orasida ikkinchilari bo'lib, Tatar Saymon ovulida G'aziz aniyimiz yoqdi dunyoga ovoz sala. Dahshatli so'g'ish yillaridan so'ng tug'an bolalarga belgili bo'lgancha yengil yashovlar berilmagan. Jingsizg'anib, elibizning yoqti kelashagina umtilib, og'ir ishlarda xizmat qo'yu, ilkanlar jilkasinagina to'g'il, atuli bolashaqda ko'rib bilgirmagan yosh o'smirlarga da tisha. Bu mehnat bizning aninida shetlab o'tmay. Baranga o'stiru, shigindir o'tav, kun bag'ish sug'u, bular barisi da onarga yetarlik degan. O'zindan so'ng tug'an bolalarni oyoq isga bostirishirga, atiyaniga yordam etar uchun tongdan olib kechga qadar xizmat qo'ygan ol. Og'ir qopshiqlarni ko'tarib solib, bo'shatib turgan shaqlarda ko'zlarga yoshlar kelsa da, ne qadargina og'ir bo'lsa da, zarlanirga mumkinligi biz yo'q edi degan so'zlarni oralashu vaqtida da bek siyrak eshitasin. Chunki ankay ul ish sevishgan, kuchli xuluqli xotin bo'lib yetishgan. Ko'rshi yigitini kiyovga chiqib, o'z kishlari bilan uy solganlar. Bir uramda ko'rshilari, atiyanilari, qaynana qaynatasi, bir tug'an qardoshlari da bek tatlı yashilar. G'umri bo'yi ankay Qizil Yo'l kolxozida sklad yetakchisi bo'lib ishlagan. O'z ishini yaratib, ko'p kishilarga yordam etib, g'adil ham g'adi bo'lib ishlagan uchun uni ko'plari hurmat etganlar. Shundan u loyiqli yo'lga chiqdi. G'umr barishida uning ilishine yetarli qayg'ularda tushgan. İki bolasini yo'g'altuv ona uchun eng ulug' qayg'u. Atkay yanashasida bo'lib, o'z muhabbati bilan yordam etib yashagangadir, ular barisida jingib chiqib, motor yashaylar. Ankay bilan atkay o'z tug'an ovullarining vatanparvar kishilari. Bugun endi uli yoshda bo'lu sababli biz ularni o'z yonimizga olirga tilasak-da hech kimda rizolik bermaylar. Kirisincha, tug'an yurtimizda qolib, bizni har vaqt qarshilab, uzatib yashaylar. Ankay o'zining tupli kengashlarin, jilli yuvatir so'zlarin g'umrda da kimga da qizg'anmay. Uning simon sabr, tirish, aqlli, ziyrak ham tiynoq kishi bo'la oluvi og'irdir bizningcha. Ani bizning senga ko'pmagina rahmatlar aytsak da oz bo'lar kebek. Har vaqt bolalaringning qayg'irtuын tiyib, tug'an yurtimizning yami bo'lib yasha. Sabr, kishilikli, ulli jonli kishisin. Sikaltali turmush yo'llaringda sening kengashlaringga, tajribangga tayanamiz. Ko'ngil ko'zingning o'tkinligi, ko'ngilingning sezgirligi bilan bizni ko'p balolardan, yolg'ishlardan saqlab qolasan. Ruxsat et yubiley bayramingda senga ixlosdan bar qilgan igiliklaring uchun rahmat aytirga. Agar seni ranjitib, vaqtida og'ir so'zlar aytgan bo'lsak, g'afur et. Kelashakda biz senga og'irliklar keltirmasga tirishirmiz. Bizning uchun, oniqlaring uchun o'zingni saqlab yashayli qadrlimiz. Biz seni bek yaratamiz ham hurmat etamiz. Yillar o'tadi deb burishilmasin. Yillar o'tib, bir netugil ol. Sağ-salamat bo'lib uzoq yashav, o'zi baxt, o'zi shodlik ol. Jaylar bo'lsin sening ko'ngillarda, quyosh bo'lsin sening kunlarda, damli so'zlar bo'lsin tillaringda, nur o'ynasin sening ko'zlarda. Ko'ngilingga jiygan yaxshiliklar, ezgiliklar bo'lib qaytsinlar. Tuar tanglar olib kelsin senga salomatlik, baxt, shodliklar. Ani deb aytir kishing bo'lu, nindi shodlik bitul, zo'r baxt. Gil yasharga yozsin edi shulay. Ani deb nazlab indashib, salamat bo'lani, uzoq yasha, yo'llaringga gullar sibilsin. Har tuar tang senga gul shodliklar, tinch turmush, baxt keltirsin. Hurmatli Fariha Yahyevna, tug'an kuningiz qutlu bo'lsin. Aldagi muzikal bilakni da qabul etib oling'iz. Baxtli bo'ling'iz. Kutlu bulsun eni tuğan günün, nazlap kına sina deşerbiz. Allah bir senin bilen birge
uzak yıllar tağın yaşarbiz. Rahmetim zor sina uzak yaşa. Bizge bitsin bek zor yuvanış. Varıp talsak turmuş yollarını da. Sen var eli bizge tayanış. Rahmetim zor sina uzak yaşa. Bizge bitsin bek zor yuvanış. Varıp talsak turmuş yollarını da. Sen var eli bizge tayanış. Rencimesheni üsken şokta. Türlü şoklarımız buladır. Yaxşılıklarını bizge birdin. Senden güne urine qalğanыбыз. Rahmetim zor sina uzak yaşa. Bizge bitsin bek zor yuvanış. Varıp talsak turmuş yollarını da. Sen var eli bizge tayanış. Yaşalıyani bizning üçün. Bu biteli ömür uğratası. Yakınların balaların bilen. Köp ömürler bulsun ötesi. Rahmetim zor sina uzak yaşa. Bitsin bek zor yuvanış. Varıp talsak turmuş yollarını da. Sen var eli bizge tayanış. Rahmetim zor sina uzak yaşa. Bizge bitsin bek zor yuvanış. Varıp talsak turmuş yollarını da. Sen var eli bizge tayanış. Varıp talsak turmuş yollarını da. Sen var eli bizge tayanış. Sen var eli bizge tayanış.